Bunaqasini topmaganman qizlar. O'shaning uchun bilasizlar, men sizlarga pul uchun emas, boshqa narsa uchun emas, shunchaki olinglar deyman, tavsiya qilgan narsa обязательно foyda beradigan narsa bo'ladi. Yuzimni qaranglar, yaltirab qolganini, oddiygina mana shunday yuvib olganimdan keyin qizlar. Endi qaranglar, billur serum bor, buni ham sevaman men. Shuni olib ishlatib korobkalarga joylab qo'yaman har doim. Bu ham yuzni однотонный qilib beradi. Masalan, kimnidir ko'zini tegi qorayib qolgan, yana kimnikidir nima deydi, dog'lab qolib ketgan o'shalar bor, o'shalarni hammasini zo'r qiladi. Qurishib qolgan tonalniy sursanglar, yemayotgan pudra sursanglar, basharanglar ajralib cho'ralashib qoladi-yu. Ana o'sha yuzlarga rassa zo'r qizlar. Mana shuni olasizlar. Shundoq qilasizlar. Ana. Yopqilig'icha uspet qilasizlar, oqib ketmaydi. Keyin bundoq yumshoq harakat bilan yedirib yuborasizlar. Ertalab ham kechqurundan foydalansanglar bo'ladi qizlar. Yuzinglar low yonib qoladi. Ana. Bitta olsanglar sizlarga bemalol 3-4 oy xizmat qiladi.